Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulullah ve ala alihi ve sahabatihi ve men ittebahuda. Rabbena la tuzigh kulubana ba'de iz hedeytena ve heb lana min ledunke rahme inneke entel vehhab. Amma ba'd. Faqala el-musannifu rahimehullahu teala faslun. Ve emma'l mesailu'l meskutu anha fi hadzal babi el-muhtelefu fiha beyne fuqaha'il emsari fekethiratun. Ülmanın oturda talaşta çoğan hem muşbaq münasebetlik hadislerde, ayetlerde iniq bir tilg'i ilinib cheklanmagan mushunda masala jiq deydi. Albatta ayet hadislar soni az. Bundan da bir qanchasining ismini tilga olgan bo'lishi mumkin. Lekin tilga olmagandan iniq ayet hadis bo'lmagan ekan, ulamolar tabiiy ixtiloflashib ketadi. Shuning yuqorida mantuq masalalarda asal ixtilof yo'q, ijmo, ittifoq deb o'tib ketdi. Bular sahih hadis bilan kelganida. Endi bu masala hadislarda, oyatlarda bu to'g'ri gap qilmagan bo'lg'achqa, ulamolar ijtihod qilib, ba'zi qiyos qilib baqib, keng ixtilof bo'lib ketgan. Bu masala bak ko'p. Lakin nazkuru minha asharaha litakuna kal qanuni lil mujtahidin nazzar. Degan mashhurlarni bayon qilib o'tamiz. Shuni bayon qilib o'tsak, ijtihod qilib, bir-biriga selishtirib, hukm chiqaradigan taqib uchun bu bir o'lcham, ya qilib shaklda, qonun shaklida bo'ldi dedi. Qonun degan o'lcham, ya qilib dedi. Nazzar degan o'xshash narsani bir-biriga juplab selishtirib hukm chiqaradigan. Nazir deymiz-ku masalan. Bir-biriga o'xshaydigan narsani jamlab ijtihod qilgan olim uchun o'lchamdek bir narsa bo'lsin deb biz mashhurlarni bayon qilib o'tamiz. مسألة المبيعات على نوعين مبيع حاضر مرئي فهذا لا خلاف في بيعه. Endi setildigan tovarlar ikki turlik bo'ldi. Birinchisi oldingizda bor, ko'zimiz ko'rib turadigan tovar. Buni satsa bo'ladi, xilaf yo'q. Va mabi'un g'oibun aw muta'azzirur ru'ya. Yana bir turi hozir qishimizda yo'q. Ya ko'rayilsak ko'rinmaydigan. Ko'rash imkoni yo'q. Masalan, ba'zi narsalar qutining ichiga qochib o'tgan, konserva emas. Yoki xalqning ichiga choy qatlab qo'yilgan ko'nglik. Uni ichib bunda ko'rib qolsak, asam bo'lmaydi deb turadi. Bunda olsa, bu mutaazzir ru'ya. Yoki uni ko'rmay nima qilmaydi desak, ba'zi buzurgizdan taraf bor. فهنا اختلف العلماء فقال قوم بيع الغائب لا يجوز. Yo'q narsani, oldimizda yo'q narsa, ko'rmadik. Buni satsak bo'lmaydi dedi. Bihalin min al-ahval. Qanday ahvolda yo'q narsalar bo'lgan, buni satsak bo'lmaydi. La ma wusifa wa la ma lam yusaf. Sifatlangan olamdi, sifatlanmagani bo'lamdi. Zodi yo'q narsa bo'lgan, buni satsak bo'lmaydi. وهذا أشهر قولي الشافعي وهو المنصوص عند أصحابه. Bu İmam Şafii'nin kelgan ikki so'zninki eng mashhur edi. Shogirdlari nas shaklda mushunda dedi deb ko'rsatgan so'zi shu edi. Mansus ma'nosi. Mansur desakmi to'g'ri chiqadi. Mansur degani to'g'ri bo'lishi mumkin. Ibn Hazmning nusxasi bormi? Muhaqqaq nusxasi. Chunki Imom Navaviy mush so'zni Imom Shafii'ning al-asah degan. Yani İmam Şafii'nin meşhur sözü olmaydı adette. İmam Malik'nin meşhur, mukabil meşhur sözü oldu. Lakin İmam İbn Rushd, Maliki mezhebinin tesiri de İmam Şafii'nin sözünü el-meşhur, gayri-meşhur depti. Yani İmam Şafii'ninkini el-asah, el-sahih. Yani el-sahih ve gayri-sahih de bunda ayrıyız. Şafii'ninkini de meşhur demeyimiz zaten. Lakin iki sözü laf, İmam Şafii'nin mezhebi demez. İki sözü laf. Qaysi sahih, qaysi sahih emas. Buni ayıradigan ulamolar kimlar? Şafii mezhebidagi ashuni ayıradigan maxsus ulamolar bor. Şafii mezhebidagi ulamolarimiz chiqlan bunda ayırmaydi. Mesela İmam Navaviy, Ar-Rafi'i, İmam al-Haramayn mesela, Mavardi, mushunda ulamolar ayırıyor. Ash mezhebidagi muhaqqiq ulamo, Shayxan mesela. Ashunda nama Allah shul ayırıyor. Mana mush ashar qawlay Shafi'i deganda İmam Navaviy vel asah degan. Ve huvel mansusu inda ashabihi. Yani el-mansur inda ashabi desakmi, shogirdlari mushuni qo'llab-quvvatlagan qarash mushu deydi. Yani Shafi'i mazhabida hisob bo'ldig'ini mushu. Yani anna bay'al g'oibi ala sifati la yajuz. Yani oldimiz yo'q bo'lgan tovarni satsak bo'lmaydi dedi. Ala sifat la yajuz degandan sifatlanmasdan bo'lmaydi. Demak sifatlanmasin setish bo'lmaydi demak. Bu ala sifat degan sifatlab berib mesela yampon sifatli bir qilib ya yampon yo'q hozir, hech nima yo'q bizda. Menda bir mashina bor, falan yerda.
alamlar ya bir ko'nglik var süpte manda deb bersekmi bulmaydı. وقال مالك وأكثر أهل المدينة يجوز بيع الغائب على الصفة إذا كانت غيبته مما يؤمن أن تتغير فيه قبل القبض صفته. İmam Malik bilan Medine fuqahalarının köpçülüğü depti. Aldığımız yok narsa olsa süpetlep berip süpetini dep berip satsak buldu. Lekin süpetlep berishdan da biz süpetlep bergandan jiq o'zgarib ketmaydigan, jiq o'zgarib ketmaydi deb xotirjam bo'ladigan narsa olsa satsak buldu depti. Adeta shunday nasl bordi. Ba'zi naslni bilimiz zavod chiqamanda chiqadi. Bu mancha ishlatgan, manda yer mandaraqda, falan markalik manda narsa desak, hammadan asosan da mo'lchallay olamiz. O'zgarsa hamda mancha o'zgarganda, jiq o'zgarib ketmaydi deb faraz qila oladigan. Mesela Nokia telefonda bundan model mavi bir ay olgan tutqili deb bunda sifatlasa balki biz ham da hali aniq ma'lumot berishgan bo'lamiz. Mashinam shundamiz. Yani mushunchalik araliqda masalan o'zgarsin jiq o'zgarib ketmaydi bu deb bunda qaraladigan narsa bo'lsa sifatlab bersa bo'ldi ekan. Wa qala Abu Hanifata yajuzu bay'ul aynil ghaibati min g'ayri sifa. Hozir elimizda yo'q narsa, oldimizda yo'q narsani sifatlab bermay satsin bo'ldi. ثم له إذا رآها الخيار. Ama aşında satsı buludu. Satqandan keyin, bu köğenden keyin, setva uçaş tavarını köyde. Köğenden keyin halsa yandırıt şaqqı var, halsa eli şaqqı var. İhtiyarlık verildi. فإن شاء أنفذ البيع وإن شاء رده. وكذلك المبيع على الصفة من شرطه عندهم خيار الرؤية. Yok narsani sifatlab berib sattık. Bunu setişnin caiz oluşu için fuqahalar kögen çağda xalsam alıma, xalsam öndürütüme. Hatta sen süperlep aynen çıksın mı ihtiyarlıkın manda digendek bir şartı var deb qaraydi ekan. Yani digenden başqacha chiqqan mısın? Aynen çıksın mı ihtiyarlık var deydi ekan. Indahum degeni o'sha Hanafi mazhabtikining qarashida demak o'xshaydi. Çünkü Abu Hanifa kögen çağda ihtiyarlık var dedi emasmi? وعند مالك أنه إذا جاء على الصفة فهو لازم. İmam Malik dedi ya digandek çıkıp kalsa mecbur olurdun. Yeni alınmaydı. İhtiyarlık yoktur. وعند الشافعي لا ينعقد البيع أصلا. Yani İmam Şafii bey'ul gayb la yecuz degendiken bu soğudu degen nas fakat bulmaydı yani. Soğudu degen nas mevcut emas. İşkili ahvalda. İşkili ahval degen sıfatlab bersin, sıfatlab bermesin. وقد قيل في المذهب zaten mezhepten maksat qaysi mezhep? Maliki mezhep. İmam Malik'ninkide sifatlab asl buldu, bu da bunda tafsilini qildi. Yana bir ajizroq qarashda Maliki mezhepniki. Yecuz bay'ul g'aybi min g'ayri sifatin ala shartil khiyari ru'ya. Sifatlab bermismi? Uni ko'rgan chaqda xosamalimi, xosamandiritumsa degan shart bilan sasi buldi deb. Waqa'a zalika fil mudawwana. المدونة مالكي مذهبنا مهم kitaplardan biridir. İmam Sahnun İbn Qasim'den sorab bergen cevaplarını yazgan. Bazıda İmam Malik'ten rivayet yok meselelerde İbn Qasim öz cevap bergan. Ve enkerehu Abdülvahhab, el-Qadi Abdülvahhab'ni Maliki mezhep ulemalardan dedi. O İmam Kuduri'nin zamanında yaşayan alim var. El-Ma'una deb kitaba. El-Ma'una. Fıkh muqaran bu. 4 mücellet. Ve qala ve muhalifun li usulina. Qadi Abdülvahhab bu bunda rivayet hesap emas. Bu bizninki Maliki mezhep usul qaidasiga ziyat emas. Yani acizlaştırmakçı. Bunu yok çıkarmakçı var. Ve sebebul hilafi hel nuksanul ilmil mutaalliqi bis sıfati anil ilmil mutaalliqi bil hissi ve cehlun muathirun fi bey'i şey'i feyekunu minel gararil kethir. Bir arkadaşlarının sebebi özümüz kürep bilsek qanchalik bilib to'qini. Ama süpetle pas qanchalik bilib to'q. Özümüz köygen bilen süpetle pasın o'ttirida bir kamlik var edi. Davaniken bu kemlik cehlun. Tuluq tunyanmay qalamiz. Köygендek tunyanmaymiz. Bu cehl hazır aşinasın setişqa ta'sir ko'rsatmadi. Ko'z tuqqasa bu g'ararul katir oldu. Yani namalımlık bak çoğun. Biraz bazı nasıl var onu köymay asap beklen qo'ylab ketdi. Bazı nasıl var köymay süpetle pasa asapni qo'ylab ketmaydi. Mesela zavatdan chiqqan narsa bo'lsa, balki uni sifatlab bersa, qo'yib ketmasligi mumkin. Lekin bir odam o'zi yasaga olmasdan, bunda bir narsa bo'lib qolsa, sifatlab bersakmi? Masalan, bir yaqut ya olmos, buni sifatlab berib qolsa, balki qo'yib ketadi. Uning kichikgina bir milliy cho'nroq yo bundaroq o'zi farq etishi mumkin. Am laysa bimuathir. Yoki ta'sir qilmaydigan az bir g'arar bo'lamdi. من الغرر اليسير المعفو عنه. Biz g'ararni ikki turli deb ayirgan, tamam?
G'ararul katir val g'ararul yasir. G'ararul yasir degan hammadan mayli yutilgan. O chiqdasqandan qilsa 200 koy pul olib qancha tamoq yeysan 200 koy dedi-ku. Onda 3 kilo go'shtni 2 kilo adam bo'lishi mumkin. Ya o'sib to'q bo'lsa, narsaga iskamgan bo'lsa, unda bunda bir 100 gram go'sht yeb chiqishi mumkin. Onun için mayli yutilgan g'ararul yasir. Oyunun carisinden mıncına desek 30 gün bo'lishi mumkin, 31 gün bo'lishi mumkin, ya 29 gün kelib qolishi mumkin bari. Balki u 1 kun ya 2 kunga odatda mayli deydi. Fesh-Shafi'i ra'ahu min al-gharar al-kathir. İmam Shafi'i ya bu barliqda nama'lumlik bek cho'ng buningda. Sifatlab basmi yana qarong'ulik var. Ve Malikun ra'ahu min al-gharar al-yasir. İmam Malik bunda nama'lum bo'lsin, azg'ina bir narsa mayli desek bo'ldi. Ve amma bu Hanifata fa innahu ra'a annahu idha kana lahu khiyar ru'ya annahu la gharara hunak. İmam Abu Hanifa puxta ish qilib bunga. Bu ko'rgan chaqda qara qildiganga nima qo'ysak, ko'rgan chaqda buni haqiqatini bildi. Bilgandan keyin ya g'arar nama'lum degan narsa bo'lmaydi. Yaptan yaxshisi shu. Va illam takun lahu ru'ya. Yani ko'rmishmi, keyin ko'rgan chaqda ixtiyorlik berilgandan keyin chataq yo'q. G'arar faqat yo'q, g'arar yasim yo'q bunda. Wa amma Malikun fara'a annal jahla al-muqtarina bi'adam as-sifati mu'athirun fi in'iqad al-bay'. İmam Malik sifatlash degan narsa yo'qlab qilib, sifatlash bo'lmagandan keyin bilinmay qolsa buni, bu savdo ta'sir etdi. Yani joiz emas qilib qo'ydi demoqchi. Sifatlar bo'lmasmi hechmi? Sifatlab bermadi. Sifatlab bermagandan keyin bir mashina dedimi? Siz u mashinaning santanami, yuk mashinasimi, nim mashinaligini siz u chaqda nama'lumlik baklam ig'ro bo'lib ketib, bu joiz emas, endi keltirib chiqdi. ولا خلاف عند مالك أن الصفة إنما تنوب عن المعاينة. Evet İmam Malik onu sıfatlapasan buldu yani ki sıfatlaş közlü kögenin ornuna deseydi odur. Yani orun basar iken. Limekâne gaybetil mebiyan. Ne için sen o tavar bir yer bulmagan iken, kürenmegen iken sen sıfatlap biriş lazım buldu. Şu orununa toldurdu. Ya limekâne meşakkatı fi neşri. Ya ki onu içe küreş kiyin boğallıktın. Bazı nasıllar bunu içe küreş ters. Ama mesela bir toprakdan da iç küreşini çuğsak oldum. O bir avarçılık. Yani bir tağa buğday ya şunda bir maşinlik bir nasıl besleyen bu hemen elep işi karab nıkış avarçılık. Ve ma yukhafu an yelhaqahu min el fesadi bi tekrar neşr aleyh. Bazı naslini tolu xiridan içip kürep kıysa buzluk ketip kaldı deb ensireydiğin ahval var. Qayt içip görsen. Bu bir adamdan hiç görmeydi, xirida birisi ammasyan, birisi kilip kurdu, aslında körüyor. وَلِهَذَا أَجَازَ الْبَيْعَ عَلَى الْبَرْنَامِجِ عَلَى الصِّفَةِ. Şunun için sifatlab berip, onun bayanatını tuluq ma'lum qilib satsan bo'ldi deb jaiz deb qaradi. Barnamij, hozir barnamij sana program deymiz. Mushuma yaqin bir narsa. Barnamij degan shu malning tafsili bayonat yozilgan daftar. Masalan bir eshik olsa, onu yazıldı. Ma nimadan 12 qisqachalangan. Bunun ikkisi qara, ikkisi ko'k, ikkisi qizil. Har birisinin eğirliği mançillekten. Yoki shunun da to'nishtirish daftari bo'ldi. Katalog oldu. Şu daftarda shunun aniq bayonoti bo'ldi. Shu ma'lumot bilan sifatlab berib, setishni joiz deydi. Al-Barnamijga asli farisidan kirgan so'z ekan bu. Barnama deydi. Nama degan kitob emasmi? Nama. Kitap bo'lganken bir degani shu sifat bayonoti degan bo'lish kerak. Barnamaga shunun tafsili bayonot yozilgan daftar degan bo'ladi. Endi arab tilida nama deganki hey kelib qolsa, farsizlik so'zining oyog'i hey kelib qolsa, jiga o'zgartirilgan gap. Zaylilar desa zaylilaj. Bunda o'zgartirildi. Shuni barnamij deb bunda jiga o'zgartirildi. Yani arabcha buning muslim al-waraqatul jami'a lil hisab deydi. Barnamij. وَلَمْ يَجُزْ عِنْدَهُ بَيْعُ السِّلَاحِ فِي جِرَابِهِ. Kuralni, mesela şemşer, bundan aslını özünün gılıpıda kınıdan doğup, kömeyle bunda sası bulmaydı. Suğurup, daha köstüp onu setiş gerek. وَلَا الثَّوْبُ الْمَطْلِيُّ فِي طَيِّهِ حَتَّى يَنْشُرَ أَوْ يَنْظُرَ إِلَى مَا فِي جِرَابِهَا. Katlangan rakhosu mu? Fi tayyihi diyen özünün topu mesela. Bir topta, ya katlıkıda katlangan Rəxolab qalsa, savub deyən köpünçə rəxki işlətidir ona ərəbdə. Bəzidən də kiyimki çəkimiz, kiyimki vaxtda kiyimki çəkim işlətidir. Ayşə özünün qatlıqıda, ya özünün topuda, yögelgən, qatlanğan ayında rəx kiyimki çək bulab qalsa,
uni içip yeyip ko'may yoki bunun ichidagi xaltda ya qipida banasin içip ko'may turib unda so'zsi bo'lmaydi demoqchi. واحتج أبو حنيفة بما روي عن ابن المسيب ابن المسيب مو ابن المسيب مو شخلده روايت kelgan lekin Said ibn Musayyib deyotgan sayyaballohu man sayyabani deb. Musayyib degan kishini Alloh taolodan musayyib qilyapsan. Musayyib desa to'g'ri demakchi endi ma'suzning mazmuni. Lekin Buxoriydagi rivoyatda musayyib deb kelgan. O'zi yoqtirmaydiganda musayyib deyishni. Musayyibga. أنه قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وددنا أن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما تبايعا حتى نعلم أيهما أعظم جدا في التجارة. سعيد بن المسيب دتكن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابة كرامları müşunda deyişken direkt. Osman ibn Affan bilan Abdurrahman ibn Avf ikkaylan so'zlashgan bo'lsa, yaxshi bo'ldi. Chunki biz ikkaylan so'zlashsa, qaysining tijoratga bakrak pishiq tajribali ekanligini, ya usta ekanligini ko'rib baqdiq demoqchi ekan. Shunga Osman ibn Affan mashhur tijoratchi. Abdurrahman ibn Avf mashhur tijoratchi. Bu tijoratdan nam chiqarganlar millionlar. Medine kelganda bizga Abdurrahman ibn Avf bir ansariyni o'yga tushgandan keyin aytsa, "Qolsang 2 yilning birini, 2 oyning bizni biray" degan chog'da "Oy rahmat, Alloh razı olsun, bajoni ko'rsatib qo'y" deb bajo qilib, "Ming tugelib satdimmi?" deb hamma izil satib lekin tanisnab qoldi deganda, tugelib satib tanisni paydold ekan. Nurg'un paydold ekan. Keyin uzun o'tmaylar Rasulullohga noyda xushbo'y za'faron chashgan kiyimlar bilan shu ya'ni yangi to'ygan yigit shaklida Şuran çağda oy nemish bo'lsa, to'y qildim. Sen qanchalik to'yliq bo'lsa, alavzni, nuvatini deb bir qo'mi urug'i chaqib oltin va desa, avlim ola bishar degan. Bir qo'y bo'lsa-mu, to'y markasi qilganda. Yana pul tepib to'y qilib nima qilgan. Uzun o'tmaydi. Bu ishkaylar nayt usta tijoratchilar bo'lgan ekan, sahobalar bu ishkaylar bunda bir tijorat qilsa, buning tajribasidan foydalansa, ko'rib baqsaq deb arzu qilishgan deydi. فاشترى عبد الرحمن عن عثمان بن عفان فرسا بأرض له أخرى ب40,000 أو 4,000. شغلان أشل أرزق قيامين كين عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عثمان رضي الله عنه دن bir at setibaptı. Bu at Osman radıyallahu anh'ın başka bir Medine'den başka bir zemin diken deydi. 40 mingga yoki 4 mingga. 40 ming olsa dirhem buldu. 4,000 olsa dinar bo'lsa mumkin. Ya 200 dirhem bo'lsa. فذكر تمام الخبر. يعني مش سعيد بن المسيب رواية في غن مش روايتنا أبو حنيفة آخر قدر رواية قلب مشنغا تينده مشن دليل قلب كوشتت. بنا عبد الرزاق مصنف ده بيهقي سنن الكبرى ده ابن حزم المحلى ده يعني يوم تحاوي شرح مشكل أثر يعني كتاب الرواية في غن أثرم ده يعني حديث مرفوع مس أثر صاحبنا Müşvaqalikning oxirida Abdurrahman ibn Avf radhiyallohu anhu dedi ekan. Bu adam aytgan chog'da, mana 2000 ni, masalan 4000 dedi-ku, 2000 da qetib beray. Shu aytgan adamim saq uchrasa shu otni, menga hisob bo'lsin. Agar uni o'chirib qolgan bo'lsa, sen hisob bo'lsin deb shart qo'ydi ekan. Shart qo'ygan ekan, Osmon radhiyallohu anhu ma'qul dedi ekan. Bu odam ba'zi vaqt o'ylab qolgan ahvol. Yani saq chog'da bo'lmaydiganda, o'ylab qolgan chog'da bor. Shundan 2000'ni qetib qo'ygan shart bilan Abdurrahman ibn Avf ustiga bo'ldi, ya'ni ishini puxta qilgan bo'ldi. Bo'lmasa ularga otga erishib qoldi. Hozir so'd tutgandan keyin igiz topshib og'lash o'ylab qolgan bo'lsa, bu ziyon Abdurrahman ibn Avf bo'ldi. Lekin shu mening adimim topshib olgan chog'da saq bo'lsa, menga hisob. Ularga olib qolsa, menga hisob emas degandan keyin 2000 dan shuni qarta qo'shib berdi ekan. Qo'shib bersa, bu adimi olgan chog'da ular ushirdi ekanda otni. Şundan bu ziyan Hazreti Osman'a buldu ekan. Ba'zida ekan shu otning o'lib qolganini anglab 2000 ketdagi deb ustikaldi ekan. Va fihi bay'ul g'oyib mutlaqan. Mana mush asarda endi bo'lmagan g'oyib narsani so'zlash bo'lgan mana dalilimiz shu edi. Agar saq bo'lsa, keyin shart qo'yibdi. So'dida shart tutdi. Endi so'dida bayan va shart degan masala ham dekilmizda. Bunda shartsiz joiz emasmi? Bir shart. Mesela mana olma, lekin buni menga faloniya topshirib bersa, ya faloniya to'yin qilib bersa degandekmiz. Hazrat Osmonmo va tijoratchi. Shu jarning milliarderlari hamda. Mesela Madinaga buning karvoni kelib qolsa, butun tijoratini montaq etdi.
necha yuz mesela tabu gazetaga pul lazım bo'lgan chog'da necha yuz yordam qildi Türkiye. Ondan bir quduq musulmonlarga jiq suv lazım bo'lib quduqning egasi pul deb turib qilgan chog'da kim shu arismi Biril Aris quduqni setib olib jannatga kirishni xohlaydi degan chog'da Hazreti Osmon setib oldi. Bu onda nurg'un pul talab qilgan narsa. Quduqni setib etgan uzoqda. Necha pul desa, og'zdan chiqqanda bir o'ngitda 5 milyon desin 5 milyon. 20 milyon 20 milyon. 100 milyon 100 milyon var. Aslında bir bölgene Yahudilerin kıldığı, bölgene Osman Zeman'ın kıldığı, Osman Zeman'ın mesela Osmanlı söylüyor. Yahudi kimse edemiyor. Sodu sormay. Kim mecbur? Soru ustam mı bu? Ve fihi beyaz gayb, vecid delala, vecid istidlal mı? Muş soduda ona başka bir şehrdeki, başka bir zemindeki atını sodulaş demez mi o? Bunu körepne bakmadı. Yani vecid istidlalının devamı bana bu nurgun sahabılı bağ sorular boğan soda mı? Hatta sahabe kiramlar şu sodulaşkan bolsa, şunu sodulaşkan bir körepne tecrübası oldu dep tuğa kaldı boğandikin bu nurgun adam xabarı var bir iş oldu, onunla bir gün etiraz bildirmedi. Said ibn Musayyib mi onunla bir karşılık bildirmiş ama bu rivayet kılıp bu çatak koydu, bunda kız bulmayı deyin yapılmadı. Hatta bunu rivayet kıygan Said ibn Musayyib'den Zuhri rivayet kıygan. Bu Zuhri mi? Toğra bu cahil soda edip bunun İmam Zuhri mi aslında? Çok imamlarının birisi. Böyle katlılar rahmi meselesinden mesela Arjutlu'da bir toplanlaşıp kıyakta kartlamayı kimi terkinet falan sorduğunda oldu bak. Bana da hiç köyücek bulmaydı öyle. Bulmaydı ödepti. İmamlar başka nerede uspallık bazılarının kızı buldu mal bulmaydı ödepti. Bizim de anında zavutun adetlerinde ölçemlik metresanında çıkılarlığa bir hatırcamlık bolsa bula orada. Ve onunla asastasın bazılarda gayları çok artık çıkıdı. Artık değil de köpünçlerde kem çıkırken de. Kem çıkıdı ma çıkıdı bazıda metremez. Ma çıkıp kaldı. Kıyaklar iyi gördük hem de. Şuna ya ma savlamdık ya metreme ma mesela 38 ya 39'da bezgan bolsa kartada. Mesela pek rakımın köpünçse sözcüden çıkılan rakla ma çıktı. Metre yazmaydı. Hem de belki Cumhur'dan her türlü kağıtın çıkan raklayı metre yazgan boğum olmuş mümkün. Ya halkara ölçem şundadı. Mağanlık varsa adette 10 santa, 9 santa kem çıkıdı bir metrede. Anında da ağır tutsak, işkine sakınca çıkıp kalıdığını biletendir. Biliyor, en akımda. Hani bazı raklar 70 sant, 80 santta orta çıkıdığında var. Avrupa'da eke rak olsa 60 sant, 70 sant bir ihtiyatanın da artık unutmayacak bir metrenin tüyününe yazmayı koyup koyulan akıl. Peki işin kurabilmeydi nasıl bir İşin kurabilmeydi. Şu bundan da zararı yesir. Mesela 38 ise ya bu 37 yerim ya 38 yerim. 1 metre 20 metre uyan buluş mümkün. Ticaretin aşında az miktarda uyan bulduğunu bildi. Şu bu yesir dairesi kirdi. Şu an metrelap satsa bağısı bilecek, metrelap satsa bağısı bilecek. Bu bağısı bilecek. Çünkü metrelap satsa bu metrede bazen de her bir metrelap satkan çağda 5 santidan çirkişi mümkün. Bırakışı mümkün. Metrelashka bağlı kaldı bu. Koldu metrelashka. Çıkıp kalsın şu satışçıға ziyan oldu. Satışçı buldu. Çünkü umu algan çağda aslında satılış gerekti. Yani bu kem, lekin ben toluk kısa satına da durarsa bu tertülik olur. Mesela bir toprak zavuttan çıkan çağda 38 metre de çıktı. Zavutta metrelap kıyanda toğra şu. Bu renkini besep, mesela renk boyap besep kızlık çağda metrelapla kıyan çağda şunda. Keyin bo'lsa qo'riludi, quriydi. Qo'rilib qurgan chog'da har bir metrda 5 santa, 7 santa, 10 santa qadar bu qisqarib ketib, yig'ilib turadi. Turgan ekan, keyin bu bizning vujudga chiqqan chog'da har metrda 7 santa, 8 santa shuna qurib ketadi bo'ldi. Undan bizning tijoratchi Qirg'iziston sotganimda bu 100 metr bu, 100 metrga olsan deb turib. Bunda kaşılar. Men 100 metrga olgan, sen 100 metrga olsan. Deb endi Metrlamasını aldı dese chiqqanda kelib olmaz. Metrlamasını şu qanchalik chiqsa, Bir top. metr bence 38 ama az chiqqasi mayga emas, chiqqasi mayga emas. Zavutning nimasi bo'yicha nuqtasi bo'ldi. Hamda ko'pincha ahvolda bu zavutning chiqqini o'zida kam chiqdi deb o paysaltganlar buni bilib ketgan bo'g'achqa shu yerda bir talash kirib chiqdi. O'rikkan qarang'oqlar. Ya o'rikkan bu shu to'g'risini so'dishimiz deymiz endi.
Mesela 38 metre deb yezib sotib olgan bo'lsak, 36 metrga to'lab ketdimi? Keyin unda biz nima deymiz? Zavoddan oldigan odam biz xudo qidim olagan chaqda men mo'g'inshima va o'tag'am shu 20-30 tijoratchilar zavoddan olib hammadan g'insak, ey zavod, sen 38 deb yozgansan, bu 36 chiqdi ekan bizga. Sen kim bir ekansan deb g'insak, bu zavodlar o'ylab qo'yib, men to'g'ri metrlagan. Bu nima bo'lib bundan qilib tekshirsa, bu qiziq chaqdan o'tganman. Keyin bu yig'ilib qurab munda bo'lib ketdi. Andin ya u anda 2 metrni jalab birdan bo'ldi. Bir narsa bo'lib chiqdi. 2 metrni emasdan jalab 38 metrni 40 metr qilib beramda, degan 2 metrning pulini axir 38 metr chigizutdi. Shundan 6 koy 5 moddan sotgan narsa 6 koy 7 moddan deb sotdi shundan. Yana o zavod ziyon tortmaydanmish joy tushib ketdi. Ama zavodda 38 ni olgan, 38 metr deb 36 metrni yo'lab satsak o joyda to'g'ri emas. Qirg'izistonga mol o'tkazgan shunda g'albash. Atishdan raqib o'tkazdi-ku. Shu kashira. Demak, Imom Abu Hanifa mushu sahoba kiramning ish izlariga tayandi. Wala budda anda Abi Hanifa min ishtiratul jins. Albatta Imom Abu Hanifa ko'mgan narsasi bo'ldi degan bilan jinsini aniq bayon qilishing kerak deb ta'kidlar ekan buni. Wa yadkhulul bay'a ala sifati. Ko'may turib sifatlab berish sodisiga yoki ko'rgan chaqda ixtiyorlik bor degan sodaga yana bir narsa kirdi deydi. Minjati mavaga yo'q bo'lganlik jihatdan nima kirdi? G'ararun axir. Boshqa bir noma'lumlik kirib oladi bunga. Wa huwa hal huwa mavjudun vaqt al-aqd aw ma'dum. Yana bir chataqira bu sodlashgan chaqda ashinasi bormi yo'qmi? Ma bir masala. Mesela atni sodlashdi, shunami? Madinada turib sodlashdi. Sodlashgan chaqda Osmon radhiyallohu anhu balki o'zining Kufadagi eti oyatmi o'lagmi uqmasdi mumkin. U xabar basimi bu 5-6 kunda baraladigan xabar bo'lgan ekan, uqmasdi mumkin. O'lab bo'lgan eti sodl qilishi mumkin deydi. Ma bir noma'lumlik. Walidalik ishtaratu fihi, shunda muj noma'lumlikni yengillatish uchun shart qilib ayyakuna qaribal g'aybati. Yani bu hozir bizning ko'z oldimizdan neri bo'lash vaqti uzrab ketmagan bo'lsa. Mesela 2 kun ilgari ko'rganmiz. 2 kun ilgari mishad bati bu narsa. Yoki mishad etdi. Baliqi aniqdi. Uzrab ketmagan vaqt bo'lish kerak edi. İlla yakuna ma'munan kal aqar. Zimin o'ymilik degan bo'ldi. Faqatla unda o'lib qolmaydigan, adam o'lib qolishdan xotirjam bo'ldigan, menda zimindek narsa bo'lsa, u chaqda u menda bir noma'lumlik, qarang'ulik kelmaydi dedi. Chunki uyga zimin bo'lib qolsa, uyga o't ketib qolsa, u kelib ketgan shu. Lekin zimin bo'lsa, u ziminni biz kim elitlam bir joyga ketgan. O'lib qolib, buni bir joyga qo'yib qo'ydi shu. Shunda turdigan-da, bu tarafdan xotirjam. Unda ekan buning u noma'lumlik kirmaydi dedi. Amma masalan bir oy burun bir joyga ketgan, ya bir yil bo'libdi planga turibdilar. Unda bo'lsa, so'zlashgan chaqda u narsa oyat bormi yo'qmi biz uqolmaymiz. ومنها هنا أجاز مالك بيع الشيء برؤية متقدمة. Muşu sebepte İmam Malik burun ko'rgan bir narsani keyin undan so'zlashsa bo'ladi. Kirab so'zlashga hisobda deb qardi. Masalan 2 kun ilgari biz ko'rgan bu otni ya telefonni ya mashinani. Lekin haliqa men ko'rgan mashinani satamsa ya men ko'rgan otni satamsa deb mana deysa bo'ldi dedi. Yani إذا كان من القرب بحيث يؤمن أن تتغير فيه. ها؟ أن تتغير. Söz men so'xshashlikin. An tatag'ayyar degan bekrak to'g'ridir. Ya'ni ko'ngilda uzun bo'lmagan bu qisqa vaqt ichida o'zgarib ketishdan xotirjam bo'ldi dedi. Masalan 1 soat ilgari men bir narsani ko'rdim. Ha? Ya mashina, ya iPhone, yoki bir ot masalan. 1 soat ilgari ko'rgan bo'lsam, ilqi bayatni ko'rgan otni, mashinani satamlar deb deysam, bu 1 soatning ichida g'aliban unda tizbi o'zgarib ya ot kesallab, uruqlab ya mashina bina sulab unda ko'nirib ketish. Bu tarafdan xotirjam bo'laman dedi. Fa'lamhu mushuni aniq bilib ol mana dedi. Mas'alatun wa ajma'u ala annahu la yajuzu bay'ul a'yan ila ajalin. Biz o'tganda tushunamiz-ku shuni. Al-a'yan ila ajalin nimaga men gap to'g'ri. Shu masala shuki. A'yan degani ko'z oldimiz bormish tovarlar, kiyim-kechak, mashina, bug'doy, shuni masalan aynim. Yani g'oyib emas, ko'z oldimizda bor tovarlarni nesisasi bo'lmaydi debdi.
Bu tovarning aslında sisasi bo'ldi shunami? Wa anna min shartiha taslim al-mabi' ila al-mubta'i bi athar aqd as-safqa. Bu narsaning sisasi bo'ldi odatda. Debdim, yada unda joiz emas deb ijmo qildi. Buning sharti so'zlashgandan keyin ash tovarni topshirish kerak dedi. İla ajal degani keyin topshirib birma deb buni nasisa etishni dedi qo'shib. Ha? Vaqtida topshirmay. Vaqtida topshirmay, bu falon chaqda topshirma deb manda setish shu o'xshaydi. Ushbu mavzu ustida ta'xir taslimning nabiy anaqa. Ha. Nikah mavzuni unda Imom Ibn Rushd qo'ymagan, keyingilar qo'ygan. Keyingilar shunda mazmun tushunib qo'yibdi. Ya'ni bir tovarni hozir topshirmay, keyin topshirma deb bunda so'zlasi bo'lmaydi demoqchi ekan. Chunki so'd bo'lgandan keyin sen tovarni gachcha topshirishing kerak. So'dining taqozosi shu dedi. Mubta' va sitova. Ha, mushtari demoqchi. إلا أن مالكا وربيعة وطائفة من أهل المدينة أجازوا بيع الجارية الرفيعة على شرط المواضعة. لكن إجماع بلقل دمده. لكن bunun içinden İmam Malik ile Ustazı Rabi'a, aşı biz kısmına Rabi'a, yana Medine fuqahalardan bir grup, bulamında bir narsını caiz yaptı. İsil bir didek olup kalsa, dideknin o isildir var. Muşunu sattan çağda muada şartı bilen satsı caiz yaptı. Muada bize cariye tatavada dedik o. Bunu sattan çağda kocayını mesela, konu kocayını ben bununla yakın kelgen dep kalsa qanday qilish kerak? İstibra bi hayda qilish kerak. Setvagadın. Yani setvagan kocayın istibra bi hayda qildi. Yani qo'shqidi bormi yo'qmi? Bakıp andın yakın kılışını kalsa yakın kıldı. Sonra bu amma çoğu adam belki hamile olsam mıydı bunu? Mesela. Çünkü qanday qilgan istibra muddatida bu didekni falan qarının uyda qo'yib qo'ylar. Sen qo'lingdan tursin, sen qo'ling tursa yana chata siqib topshirib elishim kechib ketadi. İşenç qilgan biraylarning uyiga qo'yib qo'ylar. Shu uyda bir oy masalan, ya 15 kun nima qilsin, odat ko'rib qolsa, qo'shqidi yo'q ekan deb o'chadiman. Olma. Qo'shqidi bor chiqib qolsa o'chadi ya. Unmayman degandek bunda bir. Bo'lsa, muada degan ashunda shendik bir odamning uyida qo'yib turaylar degan shart bilan so'zlashsa. Bu onda qo'liga gacha topshirib olmaganligini bildirgan dedekni. Nesile. Yuqorida biz deb o'tganimiz shunday gap bo'lishi mumkin. Jariya tatavada deydi. Yani birsin uyda qo'yib turildigan jariya bo'lib qolsa, naq qo'liga tegmay. Bular buni joiz debdi. Hozirgi masala tovarni gachcha topshirmay, keyin topshirib birma degan masala edi-ku. Demak, ma'dadaning gachcha topshirmada boshqa odamning qo'lda amonat qo'yib qo'ydi. Bu joiz debdi. Bu Rafiyani sifat qilmasmi o'xshashmi? Qanday jariya bo'lsin? Rafiya degani bu isil ya chiroyliq shunda bir dedek bo'lsa, buni asl elishda jima qilish orqali foydalanish uchun oldigan, shu maqsad ko'zlangan dedek bo'lsa demakchi. Agar rafiya bo'lmay, saat ya yashinib qolgan, bunda dedek bo'lib qolsa, jima maqsadi bo'lmagan ekan, uni uy xizmatlariga soldigan, tamoq etish, uy tozalashlarga soldigan bo'lg'achqa, uni homila bo'lsin, bo'lmasin farq etmasligi mumkin. Navbatda ma'vo unda istibra bi hayda, ya'ni setvachining qo'lida bo'lmaydi, lekin boshqa birisining qo'lida amonat qo'yib turmiz demoqchi ekan. Balki uni setvachi ma'liviray va o'zining o'yida istibra qilay desa bo'lishi mumkin. Lekin bu odam iliviray deshni xohlamaydi ekan. Yo'q, faqat undan xoli bo'lsa, unda olma, ya'ni ki unda qanday qilib chora nima desa, unda so'dni hozir qildi, lekin falanning uyida, yapsan xonimning uyida tuttursa ayollar. Bu qo'shqi yo'q ekanligi ma'lum bo'lgan chog'da Alloh masalasi tamom desa mayli deydi. Bundan bayan mavqufda narsa ekan. Gachcha topshirmay buni birisi tutib tur ekan. Valam yujizu fiha an-naqd. Qadamma mana. Bunda taxa naq pul sansi bo'lmaydi deb. Shuna degan bular? Valam yujizu fiha an-naqd. Naq pul sansi bo'lmaydi ekan. Ma'lumda naqdan shariat at-taslim al-mushtari. Taslim al-mushtari yani mabiyanni taslimmi yo pulmi? Ha shu naq pul berishni joiz emas dedi. Mushula, mushfaqan Malik Rabi'a mushula. Nima uchun? Chunki bu naq pul berib qolsa, ana bu direktni qo'lga naq olmadi shunami? Keyin olmoqchi. Bunda bo'lib qolsa, ham savdo ham bir qarz berib turish, ikkisi birga kelganda ko'rish bo'ldi. Savdo bilan qarz kirishib qolgandek bo'ldi. Yoki qarz bilan savdoning o'tirib narsa bo'lib qoldi. Bular shunda qarabdi bunga. Lekin qarzlik qo'ydi, u savdo
deb turilishi mumkin boshqa olimlar. Kama lam yujizhu malikun fi bay'il g'oib. Imom Malik yo'q narsani sotgan chaqdimi naq basi bo'lmaydi deb turganday. Nima uchun? Chunki u tovarni qo'lga topshirib olmadi. Nonki bu nimaga iborat bo'lsa, xuddi bu qarz berib turib, keyin bir so'zlashgandek ish bor. Bay'un va salaf masalasiga berib qoldi. Imom Malik ham buning qalbini yerib, ishidagi shu baliqxonasini ko'chiradigan nima bo'lgan ekan, buning niyati chataq. Mesela o'tgangi masalada ajoyib ko'childi bu. Yo'q, buning asli niyati mandatda ko'ngilda men alay deb qilib, qachda ani qara qilgan. Unda o'g'inda Imom Malikning mustaqarshida g'oyib narsani ham sifatlab bersa, sifatga oid jinoyat fatvosi bitgan so'roq qilsa. Uni pulni shu vaqtda bas bo'lmaydiganda, men topshirgan joylarni ekan. Shunday deylik. Nima uchun desa, buning farqi ba'zida oldim satdim deb so'zlashdim deganni ishlatadi. Bu bay'. Nima? Salamda nima ishlatadi? Malga pul o'tkazib qo'ydimi sen? Oldin o'tkazib qo'ydi. Salam so'zni ishlatadi anda. Nolki ma bay' degan ekan, bay' bo'yish qilamiz mani. Bay' deb turib, yo'q bu salamda deb anda deb turarsan, yana bir tarafdan bunda deb turarsan, bu ilishlarkerak demoqchi ekan. Wa innama mana'a zalika al-jumhur lima yadkhuluhu min ad-dayn bid-dayn. Ham jumhur jaiz emas dedi. Nimani? Al-a'yan ila ajalna masalan, yoki al-muwadana ala shart al-muwada deganlar. Nima? Nima uchunsa bu qarzga sotgandek bir ish. Ishkilisi nisi. Bir nesinasini satdan bu qarzni satishdan iborat debdi. Ve min adam taslim, yani gachcha topshirmaganlik jihatdan chekildi. Ve yushbihu an yakuna bay'u ad-dayn bid-dayn min hada al-bab. Qarzni satishmi mushu turga kirishi mumkin dedi. Yani lima yataallaqu bil gharar min adam at-taslim min at-tarafayn la min bab ar-riba. Jazoni babidan bo'lganlikdan emas, ishkili taraf mal bilan pulni gachcha topshirmaganlik jihatdan noma'lumlik bo'lganlik tarafdan cheklanishi mumkin. Jazoni deb cheklanishi mumkin. وقد تكلمنا في علة الدين بالدين. Qarzni satishning illati haqida biz yuqorida so'zlab o'tdik. Bay' ad-dayn bid-dayn nahan bay' al-kali bil-kali deb hadisda chekladi dedik yuqorida. Ya'ni bu illati bir xil jazoni dekuldi, ya'ni vaqtning uzrishiga qisqarish qarshiligida qo'liga pul chigan, kirdan pul azaygan bo'ldi dedik. ومن هذا الباب ما كان يرى ابن القاسم أنه لا يجوز أن يأخذ الرجل من غريمه في دين له عليه تمرا قد بدا صلاحه. Biz mush masalani yuqorida bir qatam bayon qilib o'tib bo'lganmiz, nima? Bir qatam o'tib ketdi bu. Ibn Qasim 3-4 narsani dedi-ku, jariyat tawada tamran qad bada صلاحه degan gapdi shu. Mushu bayl a'yan ila ajal mush masalada Ibn Qasim bunda bir narsani o'tirib qo'yibdi ekan. Birisi de qazılab qalsa, şu qazın qarshiligida endi pishib sarg'aygan qovmini asib bo'lmaydi. Nima uchun desa, endi pishgan qovmining ba'zi to'nlarim bor, u bundan keyin pishidi taqa. Undan keyin uni gachcha bir qo'lga olgan narsa bo'lmaydi bu deb turadi. Ve yarahu min bab ad-dayn bid-dayn. Demak bu endi sarg'aygan qovmimi bu qaz narsa ekan. Gachchida shekilni. Ya'ni bir uyda masalan bir oy o'tirib turaydi desa, u bo'lmaydi dedi. Nima uchun desa, uyni qo'lga olgan bilan bu uyda o'tirish, foydalanishni, bu manfaatni qo'lga gachchida olmaysan. Yani 30 ga o'tirish degan bo'lsang, 30 kunda bo'lsa buni. Lekin birinchi kuni 29 kun nasiya bo'ldi demakchi. فكان أشهب يجيز ذلك ويقول إنما الدين بالدين ما لم يشرع في قبض شيء منه. أشهب İmam Malik'in şagirdlerinden bu caiz bo'laverdi. Caiz emas deydiganimiz hech nimani qo'lga topshirib olmasa caiz emasdi. Lekin bir qismini o'zini topshirib elish boshlangan ekan caiz. Müminin bo'lsan, sarg'aygandan bir ataldan bo'lsa, yeb başladı bu. Uyda o'tirishim bo'lsa, birinchi kundan tortib o'tirishim başladı. Yani annahu kana yara anna qabd al-awail min al-athman yaqum maqam qabd al-awakhir. Lekin baş burni qo'lga chigan ekan, keyin kildigan nasla nima topshirib olganning hukmida deydi. Va huwa al-qiyas anda kathirin min al-malikiyin. Maliki mazhabdagilar qiyas bo'yicha mushu to'g'ri deb qaraydigan qarash shu deydi. Va huwa qawl ash-Shafi'i va Abi Hanifa. Bu Imom Shafi'i va Abu Hanifa, Imom Ahmad jumhurning qarashi shu deydi. مسألة أجمع فقهاء الأمصار على بيع التمر الذي ثمر الذي يثمر بطنا واحدا يطيب بعضه وإن لم تطب جملته معا. بارلق
Fuqaha Ansar birdek icma qildi deydi. Yusmiru batnan vahidan degani, ya'ni bir yilda bir qatim meva beradigan daraxtning mevasi demakchi. Masalan, ba'zi mevalar bor, yilda bir qatim meva beradi. Shu uruk, uzum, shu narsa shundaqmi? Uruk, uzum, anju. Ha? Shu yilda bir qatim, lekin aqaqimni qildi. Ha? Birinchi pishimi, ikkinchi pishimi, uchinchi pishimi bo'ladi, lekin bir qatim shu. Ya'ni ba'zi narsalar bor, aqaqdan necha qatim meva berib qildigan. Yani üstyanı mevzi çıkıdığan, yani üstyanı mevzi çıkıdığan bunda mevzum var demek yani. Yani ziraat olsun, meyve olsun. Daraxtni qaysi qilib Mesela tarixamak bo'lishi mumkin. Ya şu meyve hem de. Meyve şunun. Banan mı şunda olan ekan? Banan bo'lishi mumkin. Bu hamda bunda nimalar demaymiz endi. Meyvelar demaymi şu say ko'ktat, ziraat hammasi. Demak, batnan vahidan degani yılda bir qatim mevurda. Bir qatim deganimiz şu bir ay 20 ay araliq pishimi, aqaqdan 1-2-3 pishim bo'lib, ba'zi bir batn bo'ldi shu. Ya'ni 30% birinchi pishimda, 30% ikkinchi pishimda, qolgani uchinchi pishimda, masalan, anjuga o'xshash bir yilda bir qatim mevurdigan daraxtning mevasi bo'lishi mumkin deydi. Buning bir qismi pishib qolsa, qolgan pishmaganini sodlasi bo'ldi deb icma vakimini. Anında toplamak aldı pişip kendi kıfası. Ya mava hazır nakdet sınavımızda. Nakdet sınavı. Avam da bir kağıtı tapşırışın gibi gitti. Mava naksatkan ahvalda caiz yaptı. Vaktalafu fîmâ yuthmiru butunan muhtalife. Aslında bu butun degen insan ve hayvanın şu kosakta tuğduğan, kozulaydıgan şu bir kosakın demek. Bir kosakta mesela iki kozu tuğuşu mümkün. Ama birini tuğuşu mümkün. Yılda bir bo'lishi mumkin, 6 ay bir bo'lishi mumkin. Mesela qo'y 6 oyda tug'di-ku. Endi butuna muxtalifa mevirdigan bo'lsa desa, mesela yil bo'yi necha qilib 3 qatim, 4 qatim bunda usul bergan. Mesela ura vasa, ya'ni uni chiqirdigan bida mesela bunda nasl bor. Ama bunda nasl bo'lib qolsa, ixtilof bor bunda. Wa tahsilu madhhab Malik في ذلك أن البطون المختلفة لا تخلو أن تتصل أو لا تتصل. Bak yıl boyunda usulürdüğüne birbirine tutuşup kilişi mümkün, tutaşmayı kilişi mümkün. İmam Malik'nin mezhebinin resmiyinde hulaslayılan bolsak bunu ayrıydı deydi. Qağıdan üzülmeyi mevirdiğine var, ayrılık bir üzülüp kalıp neçeydinkin birdiğine var deydi. فإن لم تتصل لم يكن بيع ما لم يخلق منها داخلا فيما خلق كشجر التين يوجد فيه الباكور والعصير. فإن لم تتصل eğer tutaşmasa kanal diken tehe bunun tutaşmasa tehe kin akıdı pişiren narsalarının tehe orasını düşmeyen olduğunu. Ama yani yaratılmagan demek şey. Yaratılmagan narsa yaratılganının içinde bulunmaydı o, içine kirmeydi o. Mesela encu desek, encu daraxı desek, bunun içinde bakur var. Bakur dediğiniz baş burnu. Birinci kıl dastlab pişirdiğin nima bakur, bikri. Bunu yegan çağda biz qanday qilib to'q, manda qilib qo'ygan. Bunda aylantirib qo'yamiz. Vel asir degan tuganchisi, qiqindisi, tag'aning qiqindisi deydi. Asir deganman da masalan yig'ib, siqib nima qilsa qaram chiqadi-ku. Hech nima qo'ymay taysak endi shu eng oxirgisi bo'ldi. Shu asir deganman, masalan degan vaqtda desak shu bir kunninki oxirgi kun petib nima qilib shu oyoqlisiga oxir deganman. Thumma inattasalat ama aqaqdan üzülmeyi mevirip durgan bolsa fala yaqlu an tatamayazal butun aw la tatamayaz. Her bir qatim mevirse ayrım bir üzülüp mesela. Ma birinci pişimde bir üzülüp kaldı. 15 gün bir arlık o'tib, onun ikinci pişim bulab, yani 15 gün manda bulamdı yoki aqmaqında bir kun arlık olmay uluşup ketamdı. فمثال المتميز جز القصيل الذي يجز مدة بعد مدة. Mesela bir müddet ötkendan keyin andın yeni başladım o'siladigan daraxtning misoli bu her bir qatimda bir qatim bir 40 turiladigan narsa. Mesela bidani mesela bir o'rvatdiqma, o'rvatgan yana bir ay ichida qancha vaqt o'tsa pulda bir o'rvatgandan keyin mesela bir ayda o'sa bo'lishi mumkin. Yani ba'd muddat bir o'rvatgandan keyin bir oydan keyin yana o'sib chiqadi. Yani bir o'rvatsa yana bir oydan keyin o'sib chiqadi. Qo'mishmi shunda bo'lishi mumkin. Al-qasil degan bu yani al-maqtu' degan gap. Bu maf'ul vazni ama jazz degan bu kesish. Jadda dedi-ku. Hammasi shu kesish ma'nosi. Ve misal g'ayr al-mutamayyiz
el-mebatikhu vel-mekafi vel-bazincan vel-qara. Yani bu ayrılmaydigan, aqaqida oluşup pişip turadigan narsa mebatik. Mebatik degan battih tavuzlarning, qarpuzlarninki terilgan etizliklari. Yani tavuzlarliklar, qo'g'inzarliklar. Mebatik degan battihni teriydigan etizlik. Vel-mekafi qissa degan tarxamak va shunga o'xshash narsalar. Tarxamak, saykavs, arxilashlar narsalar. Şul terildigan etizliklar demekdir. Tavuzun mebatik tarihçisi. Vel-bazincan degan çeyze. Vel-qara kava. Ama karşılıklı seykavsla çıktıklarından birisi değil ki inkar olsun. Çıkmalı şarkı vallahi asılık kaldı. Asık ağrısı Allah bedinin gibi çıkıp kaldı. Ya Teşkilatda Aksun'da geldik mi? Aşağıda bedeni köpeydi. Kavani aslı çıkıydı. Tamamdır. Fefillezî yetemeyyezu anhu ve yenfasilu rivayeten. Demek vakti bir arılık olab ayrılıp turduğan, ma bir pişim bilan apişim ayrılıp turduğan bundan olub qalsa ikki rivoyat bor ekan. Yahdamal javoz va uxral mana. İmam Malikning mazhabidagi tafsili bayon qilishgan bu. Va fillezî yettasil ve la yetemeyyez. Aqaqını üzüldürmeyim ne verip turduğan, usla olduğan narsa qavlun vahid ve huvel javoz jaiz ekan. Yani bir aqlam setib etsa jaiz bo'ldi ekan. Bunun ichiga teha mevlashga tayyor bo'lmagan tushmagan g'o'rilarimi chirib ketadi demakchi. Ve khalafahul kufiyun ve Ahmad ve İshaq ve Şafii fi hada kulli. Ve İmam Malik'a cumhur alimler mesela karşı çıktı. Fekalu la yecuzu bey'a batn minha bi şart batn akhar. Ma bir qatımlıq pişimni so'diqlab, animi ilib olsa, bundan pishqinimiz sana tayyor deb mundasasi bo'lmaydi. Yaratilgan so'diqlab, yaratilmagan uni ichiga tiqib qo'yilmaydi demakchi. Ve hüccet-i Malik'in fîmâ la yetemeyyezu aqaqını üzüldürmey mevirip turduğun meselede caizliği bunun asaslanğını ennehu la yumkinu habse evvelihi ala ahiri. Bunun en ahırda tügencisi piş kadar bunu saklap bunu satmayı tuttağılı bulmaydı. Fecaze yuba'a ma lam yuhlaq minha ma'a ma khuliqa. Dağınıken saklap tuttağılı olmağınıken tehi yaratılmağını ketip yaratılgan bilen satsak buldu. Ve beda salahu degen pişip etilgen. Asluhu cevaz bayan ma lam yatib min as-samari ma'a ma taba. Xuddi bir qismi pishqan taqbasi g'ora holatda unda tug'an daraxt bo'lsa, shuning o'zini satsak joiz bo'lgandek. Ya'ni mushu hozir jumhur ammasi ma'qul qilgan bir masala. Lekin mushuni qiyas. Lekin bu jumhur ma'qul degan masalada, masalan 20% pishqan bo'lsa, qolgan 80% g'ora holatda ko'p-ko'p bor. Ma Imom Malikning o'zida ko'p-ko'p g'orim yo'qmi? G'ori tushunmanda uni uzib qo'yamiz. لأن الغرر في الصفة شبهه بالغرر في عين الشيء. شبيهة سكبرك شيء. Çünkü süpetli boğan namalımlık, aşinasının özü boğan namalımlık okşaş. Bu yadadır İmam Malik'in kıyığının delili nemeli ibaret, kıyasını ibaret. وكأنه رأى أن الرخصة هنا يجب أن تقاس على الرخصة في بيع الثمار. Yani diyor ki mesela meyve sattan mesela kıyas kılmaz. Anında kendisilik kıygan iken ma'lum kengchilik qilmaydi. Qanday hol qiyos qilsa, bir daraxtda pishqan meva, g'o'ri meva, ko'k meva. Nozir pishqan mevani asas qilib turib satsaq, ko'kni o'z ichiga oladi. Nozir ma'nodimi tag'i g'o'ri tushmagan narsani, bundan keyin bir oydan keyin g'o'ri tushgan narsani satsa bo'ldi deymiz. Limavda durura. Durura nima desa, birim pishqanni keyin pishqanni saqlab o'tag'ilmaydi uni jigar. Bir aqlam sotaman deb bo'lmaydi. Bunda o'rniga qanday qilish kerak? Ham uni uzib saqlab turamsan. Çünkü bu yıl boyu mevirip durgan narsa. Mesela tarhamakni uzdik. Uzib bilan bozorga setibmiz. Ama o şehirde qo'yib qo'yay. O'shanni pishirig'ini hammasi pishgan, bir aqlam sotaman yoki shunda sotishman desak, bu birim pishqini buzilib ketishi mumkin. Bu da şehirde qo'yib qo'ysangiz bo'lishi mumkin. Qo'rilib yo qurtlab narsa bo'lishi mumkin, sechib ketishi mumkin. والأصل عنده أن من الغرر ما يجوز لموضع الضرورة. Yani İmam Malik'in asli qaidasida namalumlik ba'zan zururiyat bo'lib qolsa mayl deydigan ish bor deydi. ولذلك منع على إحدى الروايتين عنده بيع القصيد بطنا أكثر من واحد. Şuna aqaqdan urab kesib oladigan ashunda bidiga o'xshash mesela. Mushun aslini ikki rivoyatning birida bo'lmaydi dedi. Yani yil bo'yi oldiga o'silni sotaman desa bo'lmaydi ekan. Shu chaqda urilishni satmaydi.
لأنه لا ضرورة هناك إذ كان متميزا. Çünkü o bir ay aralık bolğan eken, birinci qatım uram, ikinci qatım uram da ayrığı bolğan bolğan eken, zururi yo'q. Uni olmay saqlab tursaq, u chaqda chataq chiqadi deydi. Bu Maliki mazhabdan shu bek tafsilga kirib ketdim, ha. وأما وجه الجواز في القصيل فتشبيها له بما لا يتميز وهو ضعيف. Bunda birge o'xshash aqaqni kesib o'rab turgan bu narsani joiz deb qaragan qarashga qarab baqadigan bo'lsa, nima uchun joiz desa, arliq olmay aqaqdan mevirdigan narsa qiyos qilishdan iborat. U doif. Yani bu qiyosun doif, لأنه قياس مع الفارق. وأما الجمهور فإن هذا كله عندهم من بيع ما لم يخلق. Cumhur Ebu Hanife, Şafii, İmam Ahmed ve başkalar hemmisi bulmaydı dedi. Çünkü bu tek yaratılmayan narsını setiş, goruz düşmegen, meyveni setişken. Ve min babin nehyen bey'i thimari muavameten. Yani bir bağının meyvesine ya daraxtın meyvesine neticiliğini setiş diyen tozunu tozqa. Bu mu şunu onu kirdi o? Neticiliği diyen kilercilde düşüdüğün gorunun meyvesini setiş diyen bokta ya şunu. Mahmut bunu okşaş değil. Yani bu mazır ya kıyas kılışta ibaret ya karşı beyan muavanın bir türü müşedep türü işte ibaret. O çağda nasıl oldu muavan? Dedi. وَالْلِفْتُ وَالْجَزَرُ وَالْكُرْنَبُ جَائِزٌ عِنْدَ مَالِكٍ بَيْعُهُ إِذَا بَدَى صَلَاحُهُ وَهُوَ اسْتِحْقَاقُهُ لِلْأَكْلِ. Lift diyen çamğur. Ya turp buluş mümkün. Lift galiben çamğur. Çamğur da ekenler. Cezer, sevze. Ya zedek. وَالْكُرْنَبْ kallaksay. Kallak basaydım da o. Bulan halettik koyuz. Bular, bunda yigidek bulaq, sal pişqan çağda sası bulaver degen. Sası buldu, lekin nima uchun bulmaydi degan gap chiqdi menga. Sası bulmaydi degan chataqnada. Nima malik joizda? Tuaq topshirmagan ekan. Çünkü bu hozir etizda. Bu etizda chamg'o, zedek degan, ya'ni to'pining orasida oldu bu. Ha? Kallak saymiz lekin shu tirtdi buldi, lekin uning tupi yad bo'lishi kerak. Ha? Qattiq tupi yad bo'ldi-ku. Kallak say sirtdi buldi, to'g'ri. وَلَمْ يُجِزْهُ الشَّافِعِي إِلَّا مَقْلُوعًا. İmam Şafii ve Cumhur buna şu yadın kumrab ağandın keyin andın sasdan buldu. Ha şu kallak sayınmam da yadın kumrab andın kesip andın satıldı. Şunu demek çok şey. لأنه من باب المغيب. Yani göz aldığımızdan jirak kılınıp ketken narsalarning cümlesinden bu. Yani o topunun içinde çamg'u bağ mı yok mu? Zaten biz onu aniq bilib bulmaymiz. Kök nimasi bor sirtda. Lekin bunda çamg'ur bağ mı yok mu? Bu birga. Uşaq mı ya yo'qmi? Muayyib bo'lsa ayib bor degan. Yo'q, mugayyib mı? Ve min hadal babi bey'ul jawzi vel lawzi vel baqla fi qishri. Mush baq munosabatli masalalardan bey'ul jawz, yanaq. واللوز badam والباقلا degan masalan purchaq va purchaq oilasiga narsalar. Masalan fasolya deymiz, yo gazir qilgan purchaq, ful. Shunga o'xshash narsa. Shuning nimasida? Postida, shoptikining ichida holatda setish deydi. Ejaza Malik, Imom Malik joiz etdi. Imom Abu Hanifa u joiz dedi. Ve mena'ahu Şafii, İmam Şafii caiz emas deb, yani o'z izida qolib qopti. Bu mugayyab bu. Postning ichida, shakalning ichida mig'iz bormi, yo'qmi? Men bilmas, yana puchakmi, qandaqmi? Bilmaymiz. Badamning shunda deydi ekan, pulning shunda deydi ekan. Unda tavuzni satib bo'lmoqdak, tuxumning satib bo'lmoqdak, chiqnas satib bo'lmoqdak. Shu İmam Abu Hanifa mana qatchida jaiz degan nomla o'tkazdi. Tamg'uda yaqtigan to'g'ri, mugayyab. Lekin ma'noda qatchi ma'no o'tkazdi. İmam Ahmad va İmam Malik Abu Hanifa bilan birga ekan, jumhurning qarshi ekan. Lekin o çamg'u turib bir naslida, o seçinin ortida uni terib etida qilgan yo'qmi mesela? Yo'q, baba. Üstümüz aşı kötülüğünde Baba. Yani şeyimin noktası başta var. İmam Şafii yana bulmayı depti buni. Ve sebebu fi ihtilafihim hal huwa min al-gharar al-mu'athir fi al-buyu' am laysa min al-mu'athir. Ben şu soğudunu cehalet yani namalumlukla bir ta'sir ko'rsatgan shunda g'arardimi bu? Namalumlukdimi yoki unda ta'sir ko'rsatmaydigan yengil namalumlukdimi deb shu namalumluk darajasini bekitishda gap. Ve zalika annahum ittafaqu anna al-gharar yanqismu bi hadayn al-qismayn. Gharar mu'athir ve gharar g'ayr mu'athir deb ikkiga ayrildi deb ittifoq qilgan. Ve anna ghayr al-mu'athir wal yasir أو الذي تدعو إليه الضرورة أو ما جمع الأمرين يعني ضرورة bilan yengillikni. Bunu örüp olsa buldukunda mesela tavada toz açık basın. Örüp boz buldum. ومن هذا الباب بيع السمك في الغدير
أول بركة اختلفوا فيه أيضا يعني küçük bir kölçek ya şu ambiredek mında birinin bulup qalsa şundaki balıqni setiş meselesi. فقال أبو حنيفة يجوز satsan buldu debdi. ومنعه مالك والشافعي فيما أحسب yani Malik'in Şafii'ler bunu çekleydi o değmeye debdi. Yani şenliklanma yüzünden isi yok. Bunlara kitap koydu. وهو الذي تقتضي أصوله. Ya taze isi yok lakin bunlara oylayma debdi. Kesip aytamay bunu. Bazı meselenin de istedi qalğan çözdi. Aldı qata kitabını çizib qo'yib yozmanga. Bazı meselenin şu burun talibli vaqtda o'qiganda istedi qilsiz yozgan ekan bunlara tuğu değmeye jazmlashtirmagan. وهو الذي تقتضي أصوله yani şu İmam Malik'ninki şu muamelat babida tutgan qoidaları cheklashni taqozo qildi buni. ومن ذلك بيع الآبق yani bunun münasebet meselelerden keçip ketken kulunun sodasını qilish. أجازه قوم بإطلاق ومنعه قوم بإطلاق ومنهم الشافعي يعني منهم الشافعي وأبو حنيفة وإمام مالك وأحمد يعني جمهور منعه demek. Teşvik etken kulunu satsı bulmaydı. Ve kâle Malikun İmam Malik mi bulmaydıydı. Lakin muşularına şöyle İmam Malik mandarak bir ahval olsa bunu müstesna kılman demek için. İzâ kâne ma'lumat sıfatı sıfatı ma'lum bular. Ma'lumal mevdu'lar. Yani falanı cayda azâr. Cayını bilse, ikili taraf bilse sıfatını ve ürününü caiz olduğu deptu. Bu caiz emas demek için cumhur ulema. Ve azunnu iştarata en yekuna ma'lumal ibaqi. Yani taha keçip ketkenlikimi aniq bo'lish kerak. Yani ağıçı bunu bilish kerakdir. Çünkü kulun keçip ketish ahvali bu kuldaki eyip hesaplandı. Bu eyibini bayan qilish kerak. Mesela kulda keçip ketgan huy var, to'liq keçip ketgan. Yilda mesela 3 qatdan keçip ketgan. Yani tutib ekildi. Yani keçip ketgan. Yani tutib ekildi. Bunlarsa bu eyib. Yani zina qilishmi eyib hesaplandı. Aslında nima bo'lganki bu eyib bo'lgandikan buni bayon qilib qo'yish kerak. Va yatawada'an saman. Bundan bu pulni qanday qilib qo'ydi? Naq bermay da saqlab tuttirdi deydi. Yani la yuqbiduhul bai'a hatta yoki la yaqbiduhul bai'u hatta yaqbidahul mushtari. Yani qulni tashib olganda undan pulni berdi. Bunun kadar pulni to'xtatib qo'ydi demak. Li'annahu yataraddadu 'inda al-aqd bayna bay'an va salaf. Chunki aqd qilgan chaqda, to'xtamlashgan chaqda bu ham bir so'z setiq ham qarzda bo'lib qoldi. Bayatdan qilmasildimi, bay va salaf deb turoldi-ku. Shunga o'xshash bo'lib qoldi deydi. Va hada aslun min usuli. Imom Malikninki asos qoidalaridan birisi bu. Yamna'u bihi naqda fi bay'al muwada. Mana bay'al muwada degan yerda dedekni setib olgan chaqda qo'shilib bormi yo'qmi deb birsin qisli amonat qo'yish. İmam Malik'nin ıslahı şunda. Lekin cumhurning ıslahı şu, bel muada degan zinaga setib berish. İzziga satmay, ya foydasi satmay zinaga bel vadiya deydi. Agar izziga satsa, tavliya. Foydasi satsa murabaha. Muada olsa zinaga setish bo'ldi. Lekin İmam Malik'ning maqsad qilgan yerda haliqday dedek setib qolsa, qo'shilbam yo'qmi deb shunday bir shaxsning uyda amonat qo'yib qo'yish degan gap. Shuni vaziyat qo'yib qo'ymaysiz-da. Titoqning yetavada'ani saman degan so'zni boshqa shu. Pulni bermay turdi yoki uchinchi bir odamning qo'lida qo'yib turdi pulni. Pulni tashib olgan chog'dan pulni beriladi. Va fi bayal g'oyib g'ayril ma'mun. Yani ko'ngil xotirjam bo'lolmay, shunda chiqami, boshqa chiqib qolarmi yo o'lib ketganmi bu narsa deb o'zi ko'rmay turib setib olgan narsadimi? Shunday deydi. Yani bu cheklaydi demakchi. Va fi ma kana min hadal jins va mushu turlik narsalardan bo'lgan bundan bizni cheklaydi. Va mimman qala bi jawaz bay'al abiqi wal ba'ir ash-sharid Uthman al-Batti. Yani shu keçib ketgan qulni yana bo'shinib ketib, yukib qochib ketgan ayol bo'ldi-ku. Kullanmaydigan yoki naketkelikni qolmaymiz. Shunda mol binosinimi sas bo'ldi deganlardan Osman al-Batti bor edi. Osman al-Batti. Yana Sabiqdan Ibn Umar, tabi'larda Ibn Sirin mi bor? Shu bitani qo'ysa sas bo'ldi debgan bu. Wal hujjatu lish-Shafi'i İmam Shafi'ning de jumhur yurisamas dedi. Hamda İmam Shafi' nima dalil ko'rsatdi bunga? Boshqa dalil ko'rsatgan bo'lishi mumkin. Ya, mush dalilni ko'rsatgan bo'lishi mumkin. Lekin İmam Shafi' mushuni dalil qilib ko'rsatdi. Hadith Shahr ibn Hawshab an Abi Sa'id al-Khudri radiyallohu anhu anna Rasululloh sallallohu alayhi vasallam naha an shira'il 'abd al-abiq. Qishib ketgan qulni setilishdan to'sqan degan bunda bir rivoyatni dalil qilib ko'rsatdi.
Buni İmam Ahmad İbn Majah rivoyat qilgan. Darqutni, Bayhaqi shular rivoyat qilgan, lekin ojiz hadis. Nima uchun? Ojizlik nada? Shahr ibn Havshatda fi kalam. Ba'zilar ojizdi, ba'zilar shenlikdi deydigan bir gaplar bor. Yana Muhammad ibn Ibrohim degan ravini olimlar majhul deb. Muhammad ibn Ibrohim bu falandan andın Shahr ibn Havshatdan andın Ebu Sa'id al-Hudri'den dedi o. Namiken aciz bu. وعن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع çarmallarının qo'sqidagi törelmilini qo'zlagan qadar setilishdan to'sdi. وعن شراء ما في دروعها yillardagi sutlarni setilishdan to'sdi. وعن شراء الغنائم حتى تقسم yana g'animat o'lja taqsim qilinish ilgari buni setilishdan to'sgan deb. Hadisning davomi ham shay qadar. Demek bu aciz hadis. Ve ecaze malikun bey' lebenil ghanami eyyamen ma'duda iza kana ma yuhlabu minha ma'rufan fil ade. İmam Malik bir koyunun sütünü 10 kunluk sığılışını satıb alay dese, adeta sığılıngan süt adet normalinde mançilikte ma'lum bo'lsa, şu kişi bilir endi. Kunda mesela 2 kilo süt chiqdi, mançilikte bilgan bo'lsa, buludu debdi. Velem yüciz verge fişatul vahide. Yani İmam Malik'in degine cık koyuyorsa, cık sağlık koyuyorsa mesela 10 cıgimi sağlık koy dese, bunu da her günü mançilek çıkıdı da adette malum bo'lsa bo'ldi ki. Lekin bir koyulup kalsa, ma koyununkini sütüne 10 kunluk satib olaysa bo'lmaydi dedi. Çünkü cık koyulup kalsa 10 koy desek, 10 koyunun bazı bira koyup bir şey çıkarmasın, 9'u çıkargan ki yani şu 30 kilo süt çıktı. Yani ertesi, yani 2 çıkarmaya kalanı çıkarsın yani 30 kilo süt çıktı. Onda tanışılıp ne mıkıdır. Lekin bir koyun 10 kunluk ne mıkıysa 2 gün bulmuşsan onda ziyan takip ediyor demek. Ve kâle sairul fukaha, başka alimlerin ise la yecüz zâlike illa bikeylin ma'lumun ba'del halbi. O sığıp olan diken onu kemçerlep ya cınlap satsa onda yerindeki nasıl satsan bulmaydı. ومن هذا الباب مش بقوم مناسب لكن ده مثلاً منع مالك بيع اللحم في جلده. Go'shtni terisidan ajratmagan chaqda balkim so'yib qolibdi. Qo'yatib terisidan so'ymaga holatda shu go'shtni sotaman debdi. İmam Malik jaiz emas debdi. ومن هذا الباب بيع المريض اجازه مالك. Yani mush bab munosabatlik masalalardan ig'ir kasal bo'lib qolgan kishi bir narsa satsa bo'lamdi bo'lmamdi desa İmam Malik caiz debdi. İlla yakuna mayusan minhu. Faqatlamda bu keselden zaten fakat ölüp ketdi deb ümit üzülgen bo'lib qolsa, bu chaqda so'disi inavsiz. Ammo adat keseldan so'di qila oladi dedi. Nima uchun inavsiz? Chunki bu ma'lum mirasxo'rlarni shu mirasdan mahrum qilish uchun. Masalan bir uy bor. Shu uyni mushunma ma'quldan tapqan musun? Ya ma balamni qaqshatgan buni qammusun bu uyda. Kesel zaman uzun kama ölüp gitken vardır. Ağabeyinin kaççıda azam bahadı birisi sediyor düşmüş. Kulağını çıkarıp etmiş onun kahvacıda. Lakin miras konuna mahrum kılış niyeti var bunun. Aşında bir güman boğan iken eğer keseller ölüp gitken keselli satkamış inavaz. Sonra şu keselde ölüp gitip kalsa ma 4 gün ilgili eğer keseller doktorxana varsa ma sözünü kutkensiz ma inavazsız. Ma öyle hazır. Sizin mülkünüzde, müşahedemnin mülkette bu miras sorulur kaldı. Miras malı taksim kılındı değil. ومنعه الشافعي وأبو حنيفة. İmam Şafii ve Ebu Hanife mi? Bulmaydı o. Yani soğudisi inavetsizdi. Bu ne bir şeyde talakıl far diye mesela o. Ödep kalı kopan çağda ayağını talak kılıyordu. Yani benim tuttuğum mal mülküm, dünyayım, hutan kalamı der. Talak kılıversem bu benim ayağım emez. Alette ölgen bulma. Sonra bu miras alamaydı der. Ölüp geçse aşağıya miras vermez yani. على خلاف مراده وهي رواية أخرى عنه. Bu mu İmam Malik'ten gelen bir rivayet idi. Demek kökçülük adamı bunu çekledikken, inavesiz demek için. ومن هذا الباب بيع تراب المعدن والصواغين. Müşbak münasebetlik de meselelerden madennin topsu. Mesela altın keni olsa şu altın kanından çıkan topa. Çünkü aşın arasında altın buldu o. Altın çayqaydı açma. والصواغين. Savagin degan zagalar, kuyumchilar. Üzük, kuyduğalı var o. Bu zagarның topsu. Zagar dükünde sen altını ilke gideydi o. Lazım kıldı bu topunu keyin yana şu ot kısılıp yıkanda kılıp altını süzüldüğün bir iş var. Bugün şunu zagarlık kesbine yaman kurduğu ağıl battı. Bunun için bu haqına qaqab qoldu.
Hiç bo'lmasa erkakda payno qilsa yaksham da bu yerlik to'pini bular unda supurib tashlatmaydi. Bunda oltinsiz oldi. Dani haqni haqqi qilib qoldi bunda. Deb xatarlik una deydi buni. Savag'in ya'ni shunda oltindan halqa, uzuk narsa yasaydigan zagarlar demakchi. فأجاز مالك بيع تراب المعدن بنقد يخالفه أو بعرض. İmam Malik aş madanning to'pisini, oltin kandan chiqadigan to'pini masalan, yoki olmos chiqadigan kanning to'pisini, ash o'zil keladigan oltin ya uningdan boshqa pulga yoki tovarga naqsatsa bo'ladi debdi. Ya pul bilan satsa deylamdi, yoki tovar bilan satsa bo'ladi deb. Valam yujiz bay'a turab saga. Lekin zagarning dukundan chiqadigan to'pini satishni joiz emas debdi. ومنع الشافعي البيع في الأمرين جميعا وأجازه قوم في الأمرين جميعا وبه قال الحسن البصري. Demek alimler işkilisi buldu, işkilisi bulmaydı. Birisi buldu, birisi bulmaydı da ihtilaflaştı. فهذه هي البيوع التي يختلف فيها أكثر ذلك من قبل الجهل بالكيفية. Ve yukarı sorulan mısa? Aşı nasının, tavarının ahvalı nereden ne geçe? Bunu bilinmey kağallık cihetten çok kısım çekildiğin soru sıdıkları. وأما اعتبار الكمية فإنهم اتفقوا على أنه لا يجوز أن يباع شيء من المكيل أو الموزون أو المعدود أو المسموح إلا أن يكون معلوم القدر عند البائع والمشتري. أما bunun miqdarı desek mesela, satılan tavarının miqdarı meselesinde alimler ittifak. Kemçelindiğen bolsun, cınlindiğen bolsun, sanıldiğen bolsun, yoki külümü ölçündiğen narsa olsun, memsuh degan külümü ölçündiğen. Bolsun, çoğun mu, miqdarı işkili talabga aniq bo'lishi kerak deb ittifoq deydi. Yani masaha deyapmizmi? Kulam. Masaha degan mesela uyning necha kvadrat qildiganligini o'lchaydi degan. Ziminni o'lchaydi, necha mo'y chiqadi ekan mazmunda. O'lchashni masaha deymiz. واتفقوا على أن العلم الذي يكون بهذه الأشياء من قبل الكيل المعلوم أو الصنوج المعلومة مؤثر في صحة البيع. Yani ittifakıya göre mesela kemçende olsun, cıngda olsun, aşinasıldan biz malum bir bilimge erişimiz o. Muşu erişken bilim sodunu to'g'ri qilgan narsa. Şu bilim bo'lmasa soda xato bo'ldi. As-sunucul ma'luma degan bu sunuc, sanj ya sunuc degan tarazininki taxsisi. Ve şu cıngda demek için. Neçi cıng ekanligi ma'lum bo'lishi bu sodini to'g'ri qilgan narsa. Va fi kulli ma kana ghayr ma'lum al-kayl wal wazn 'inda al-bay' wal mushtari min jami' al-ashya' al-makilah wal mawzunah wal ma'dudah wal mamsuha. Ve fi kulli ma kana ghayr ma'lum al-kayl. Yani kamchina nama'lum bo'lgan, qancha jing, qancha kilolik nama'lum bo'lgan narsaning hammasida ta'sir ko'rsatadigan narsa shu demakchi. Min jami'al ashya' makila wal muzuna wal ma'duda wal mamsuha. Külüm ölçündigan, sanab ölçeydigan, jinglar kilolaydigan va kamchilanadigan narsaning hammasida shu ta'sir ko'rsatadigan narsa shu o'lcham deydi. Miqdorini bilish. وأن العلم بمقادير هذه الأشياء التي تكون من قبل الحذر والتخمين وهو الذي يسمونه الجزاف يجوز في أشياء ويمنع في أشياء. مش ناسلنك مقدارنا بلش. Qanday bilish desa, ko'z mo'lchari yoki taxmin qilib bilish bu juzaf degan gap shu deydi. Juzaf deb ataladi. Ya'ni ko'z mo'lchari bilan qarashda setilish diqqo. Yejuz fi ashya bu bilim hamda yoki mushuni bilish sodini to'g'ri qilyapamdi, qilyapmamdi, qarash taxmin qilib bilish masalasi desa, ba'zi narsalarda so'z to'g'ri bo'ldi, ba'zida to'g'ri bo'lmaydi. وأصل مذهب مالك في ذلك أنه يجوز في كل ما المقصود منه الكثرة لا أحد وهو عنده على أصناف. İmam Malik'nin karşıda, İmam Malik'nin mezhebininki şu, muşu mesele tutkan kaidesinde, nurgun nasının soğudu solduğun nası olsa caiz değil. Yani karış kanunda közümü ölçemi, sanatını boğulanmaydı bunu. Birden bir kanda sanat utağı buldu. Bulunmaydı diyenken, cüzafen karışka muş turkunlam olayın eşkulu birla dese buldu değil. La ahad yani bir tane nasıl olsa bulma yani 7-8 tal olsun sana bağlı yaşıyorsun ama turkunlamam. Lekin sanat bağlanmadan nasıl olsa nurgun buğday bir tane sana bağlanmaydı. Ya ki onu kilo canlar bilsek onu tağa kaçılgan yani bir şey ötkep apağan avaçlık ise buldu demek ki. Ve bu andahu ala asnaf muşun aslamda bir qanç töge ayrıldı. Minha ma asluhu el-keyl. Yani kemçelindiğen nasıl var bunun içinde. Mesela buğday koşar. Bu cüzaf halatda tahmin halatı satsın buldu. Ve el mekilat ve mevzunat. Kemçelindiğen ve canlindiğen nasıl.
Ve minha ma asluhu el-cüzaf. Yani bazı aslı var, aslında şunların takıp turkunlam oldugan. Ve yekun makilen, kemçellisin buldugan narsa. Bazısı şundan. Ve yel memsuhatu kel ardina ve thiyab. Yani bunda miktarını bilip soduqlıgan ama şuna turkun satılan narsa var dedi. Mesela zemin deydi. Ve thiyabına, rah degan gap nima? Kiyim degan bo'lishi mumkin. 1 metrlik shimot, 1 metr ulluq shimot deb o'lchishi mumkin. Lekin bu rahning gapi. Ya'ni buning uzunligini o'lchaymizmi? Ha, rahning gapi. Zemin va rahga o'xshash, ko'lami, metr soni, kvadratimizni o'lchashga bog'liq narsalar bor edi. Ve minha ma la yejuzu fiha at-taqdiru aslan bil kayl wal wazn. Ba'zi narsalar uni jinglab va kamchallab saqlanmaydigan. Bel inma yejuzu fiha al-adad faqat. Balki onun sanılan. Mesela maşina. Bunun jinglab va kamchallab saqlanadigan bo'lmaydi. Bir mashina, ikki mashina deymiz. Ve la yejuzu bay'uha juzafan. Bundan qarz qilmasdan mush maydon tug'an mush mashina nechisi shuni bir deyishaydi deb mana saqlanmaydi. Sho'qmi? Bir mashina mana puldan deb deyish kerak deydi. Ve kema qulna allati al-maqsud minha ahadu a'yaniha. Demek her birini ayrım anda işletip setilish ko'z tutilgan narsalar bu deydi. Ve inde malikin anna at-tibra wal fiddata ghayra al-maskukayn yecuz bay'uma juzafan ve la yecuz zalika fi ad-dirahim ve ad-dananir. At-tibr degan tilla so'qalmagan oltin, yani cho'ka oltin yoki nokcha oltin yoki kepak oltin, zix oltin endi. Wal fidda kumushmi shunda. Al-ghayr al-maskukayn degan tanga tilla qilib zarb qilinmaganmish. Zarba Kashgar deb o'qib bo'ytimi? Ya bu davlatning zamonida Kashgarda tanga masalan tilla so'qalgan. Shunga zarba Kashgar deb. Darb degan shada so'qalgan pul demoqchi. Yecuz bay'uma juzafan. Buni shundan taqib turqida masalan bir yog'liqda yo'galgan, ya bir joyda do'lab qo'yilgan holatda yoki bundan bir nokcha oltin masalan. Cho'ka oltinni da tug'ilmish oltin nashqulada bundan satsan bo'ldi demoqchi. Va la yecuz zalika fi ad-dirahim va ad-dananir. Lekin oltin tillarni sanig'iladigan narsani bir duva masalan yoki bir hamyondagi oltinni shu turqini nashqulosini bunda desang bo'lmaydi. Chunki uni bir ish kelib sanay olasiz, aniq biladigan narsa. Lekin ad-dirahim cho'ka oltinnimi misqollab satsa bo'ldimi? Uni munchalasib chiqsa jisdan chiqdi. Ha, ziyon. وقال أبو حنيفة والشافعي يجوز ويكره. إمام أبو حنيفة والشافعي إمام أحمد من جمهور لا أساسا بمايدو يخشمس من دارسا. مسقلب صار. هم يخشوا دمش. ويجوز عند مالك أن تباع الصبرة المجهولة على الكي. صبرة ديان بردوا أشلق. Mesela xamandın çıkan sorup ve tayakıgan dölep koygan bir buğday açıkçın ama bunun netçilik çıkışını, netçi kilo çıkışını biz bilmeyimiz. Netçi tağa çıkışını pek bilmeyimiz de hazır ha. Bunu tilgi kemçelep vereyimiz, bir kemçinini manşpulda alanlar da nukisa caiz deydi. Alal kel diyen kemçelep berişke soğudlaşsa deydi. Alal vasf diyen süpetlep berip soğudlaşsa deydi. Ama Xuddi masalan döylengen bir buğday var. Bu buğdaydan bir çareki manşpuldan alamla ne çarek çıksa deymiz bu? Ey kullu keylin min habike demine. Her bir kemçel, bir çareke manşpuldan. Bu mecbur olmaydı mı? Bu bir xil mecbulluk bağmış onda. Bu her bir çarek ya bir keyl mecbur emas. Lekin neçilik çıkışını siz bilmaydi. Bu bir tonni çıktamdı o. Pulları yetmey kalamdı ki. Ya ki 20 tonni çıkıp pulları yetamdı o. فما كان فيها من الأكيال وقع من تلك القيمة بعد كيلها والعلم بمبلغها. Daha ki netçe kel çıkıp kalsa, net çarek çıksa, man çarekken de onu bilip mukanken şu boyunca plusunu bir de caiz bu demek çekin. وقال أبو حنيفة لا يلزم إلا في كيل واحد وهو الذي سماه. كل كيل her bir kel mesela, ya bir çarek manşpul dedi o. Abu Hanife birinci katın çarekleyen bir çarekte şu caiz. Bunun başı ikinci çarek, üçüncü çarek, dördüncü çarek, yüzüncü çarek caiz emez. Ve yecuzu hadel bey' inde Malik fil abidi ve thiyabi ve fil ta'am. İmam Malik bana bunda dölep koyar. Her bir çarek mançilek, her bir metre mançilek, her bir kul mançpuldun da bunda satsa buludu depti. Ve menahu Abu Hanife fil thiyabi vel abid. Bunu da çeklepti. Fakat tamaktılan birinci keylilan caiz depti. Ve mena zalike gayruhu fil kul. Başkalar bunun hiç karşı caiz emez. Kim kiçek rahtı olsun, kulda olsun, açlıkta olsun. Fime ahsebu. Yani keskin cezimleştirenme yanında dep koyuptu.
lil jahli bi mablag'i saman. Nima uchun desa, bu baho hozir aniq bo'lmagandek. 1 tonna chiqsa, uning bahasi qancha pul bo'libdi, shunami? 2 tonna chiqib qolsa, uning bahasi qancha pul bo'libdi? Ve yecüz ende malikin en yusaddikal müşteri el bai'a fi keyliha. Yani İmam Malik depto setvağıçı, satqıçını bu mançı çarek çıkıp derse şu gepini hesap kıyısı buludu. İza lem yekunul beyan nesiye. Nahsodu kıygan bolsa nesiye kılmayı depto. Liyennehu yettehimu en yekuna saddakahu liyunzirahu bitsemen. Ve yecüz mu ya ve la yecüz mu? İmam Malik'nin nazarda mança çarek çıkıdı desa, şunu işinip sordurlası buludu depti. Lekin nesi olab qalsa bo'lmaydi dedi. Nesi olab qalsa nima uchun bo'lmaydi desa, chunki nesi olab qolgan ahvolda bu mancha çarek çıkıdı desa, setibag'uchi nesi biramiki, buni bir taqashmay ma'qul deb turay, savdo qilib olmaymi deb menda qilgandek. Yani pulni nesi savdo qilishga ma'qul damiki, manchalar chiqdi desa ma'qul deb bersam deb unda gepiga ma'qul deyishpagandek qilgan bo'ldi. Asli maqsadim uni nesi savdo qilib salamda, bakrak nesi qilish deb. Yani jinning qatdi shaptildor degandek bu masalan 100 çarek chiqdi desa, bu qanday chiqdi bu deb taqashsam, men nesi bermay turoldi. 100 çarek chiqdi sizlar deganlar shu ras shunday zadi. Deb tursam, unda menga nesi berdi ana deb maqsad nesi elishda. Navonchi bu bo'lmaydi dedi. Saddaqahu. Ashin gepiga manchak chiqdi degan gapga nima uchun ishondi bu? Ma'qul deb turibdi-da. Taqashmay buni ular nesi elib olayman demoqchi. Endi bir do'vashlikni hisoblab chiqarmoqda jinglamaydi aslında. Ya. Qanday jing? Bu boshlang'ich o'tir maktabining matematik qilibati. Dal bo'lmaydi. Metrlardan chiqarmoqda Shu dal bo'lmaydi. Suyam bo'ldi. Sizgina qancha yurishga Siz deganda qarshi rasm sizgandek shunda bo'lsa-mu. Lekin u o'ylab qolgan narsaga ba'zi bal qo'yib turdi, ba'zi nimarak turdi. Bunda jinglamaydi. Ben ma'noda bir ton olaman, bir çarek mashg'ulda deyishsa o'ldirishadi. Bo'ldi. Lekin mana hozir Imom Abu Hanifa nima turog'ini bunun qanchalik ekanini hammani olaman. Bir çarek mashg'uldan desa, bu bir xil noma'lumlik bo'ldi. Chunki bu 1 tonna chiqamdi, 2 tonna chiqamdi. Hani çata veren bunun bende 1 tonna olarak var. Ben farzimde bu 1 tonnadan çıkmaydı bu. Ama pulum yetidi deb aldım deyman. Keyin charaklar kelsak 1 tonna qo'ygan shunda turgan bu. Bundan pulum ishaydi, qog'ini qilib qo'ysansa odamning uni kanadin bo'g'ishi bor. Buni qanday sen ataydi, shuni sataman deb ishlarni qilama. Chunki ba'zi narsalar hammasi olsa bir xil bo'ldi. Hozir bir narsa olsa, uning bahsi bir qanday bo'ldi. Ba'zi odamlar masalan bir ishga unda jiq narsa biroqlar musoqil qilib ketsan dedi odamlar. Qachon birad unda qilishmi? Jiq bo'lsa balki yaxshi bo'lishi mumkin. Ya subrama. Subrama deyap buni. Qarar farqi. Masalan, tavuzni bir to'ti tozda kelsa, bir tuni manch bo'ldi desa, bir tilash qo'ydim desa. Shu Abu Hanifaning gibi bo'lmaydi. Yo'q, Abu Hanifa bo'lmaydi deb turadi. Kim kechakdimi shu? Va anda g'ayri la yujuz zalika hatta yaktalaha al-mushtari. Boshqalar birdan bir kemchallab qilganda andin joiz bo'ldi bu. Linahi sallallohu alayhi vasallam an bay'at ta'am hatta tajri fihi as-si'an. Chunki hadisda bunda kelgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam naha an bay'at ta'am hatta tajri fihi as-sa'an. Yani sa'an deb kelgan hadislar bizda. Yani sa'an deb ko'plikni keltirdi. Ayat sa'an. Yani setavchi yoki satquchi kemchallab ammug'icha bu satsang bo'lmaydi degan. Bu hadis sal ojizroq bo'lsa-mu, lekin turli turuqini jamlaganda qarasak hasan darajalik bo'lishi mumkin. Ibn Majah rivoyat qilgan buni. Sa'ni ko'pmi? Yani hadisning lafzi sa'ana, tajri fihi sa'an, sa'ul bai'i va sa'ul mushtari demakchi. Wa ajazahu qawmun 'ala al-itlaq. Ba'zilar mutlaq joiz bu debdi. Wa mimman mana'ahu Abu Hanifa va Shafi'i va Ahmad. Mujodir nimani mana datido? Ipni tasdiqlashni. Ipni tasdiqlashni, tasdiqlab so'dilishni da'vatidan. Yoki bir ish turib nisyanmoqchi. Ma'qul deb turiblar nisyanmoqchi. Wa mimman ajazahu bitlaq Ata ibn Abi Rabah va ibn Abi Mulayka. Bular joiz degan. Tabi'ilatdan degan. Wa la yajuzu 'inda Malikin ay ya'lama al-ba'i'u al-kayla ve yebi'al makila cüzafen mimmen yechhalul keyla. İmam Malik de İmam Ahmed ve billah
bu satqıcı açlıqның egesi manç çarek çıkılgan burun çarekler bu canlar pulalık ya. Bugün dövlep koyuptu. Bir kıdım canlar baktıken. Dövlepler onda biz kelip Türk'ünü alama dese manç çarekte bu demeydi lan. Türk'ün sözleri de nokası bulmaydı. ويجوز عند الشافعي وأبي حنيفة ويجوز danlaşın. Yani İmam Malik'in nazarında caiz demez yani baş gelen caiz demek şey. Doğru nüskada ويجوز. ويجوز da izgalba ama izahatı da şunu bir koyuyor. La yecuzu inde Malik'in ve yecuzu inde Şafii. Doğru. ويجوز عند الشافعي وأبي حنيفة. Şunu yecuz. Yani İmam Abu Hanife caiz dedi. İmam Şafii ile billah. Şuna ama ne için? Bu miktarını bilmey turup satsı caiz olgan bolsa miktarını bilip turup satsı caiz olmay eken bu. Lekin İmam Malik'in mıkığını bunun maksadı başka. Çünkü bu bildi o miktarını. Adamga hazır aş miktardan tavqılarda kımmat şekilde bir bayağı koyup güppün setip etmekçi. Yani adamını koyup tişmekçi var buna demekçi. Adam ditlenmeydi adam bolsa güppüden de setip etmekçi değil. والمزابنة المنهي عنها هي عند مالك من هذا الباب. مزابنة biz بيع التمر بالرطب على رؤوس النخل dedik. İmam Malik'in nazarında muzabana so'disi mı mushu babga chetishlayapti dedi. Yani bu bir xilamda miqdor taz aniq bo'lmagan narsa. Çünkü shoxning ustidagi narsa. Ne charek form chiqdi bunun. Yangi chiqqan form. Uni biz o'qimaymiz dedi. وهي بيع مجهول الكمية بمجهول الكمية. و nima iborat desa, miqdori aniq bo'lmagan narsani miqdori aniq bo'lmagan narsaga almashtirishdan iborat. Bu qovning, gul qovning miqdori aniq bo'ladimi? Balki umumda kenchallarga jinglangan holatda emas, bir xaltada, bir suratda shundan akilar gul qovini. Ma qovmi daraxtindagi meyvalab chiqqan ba qovni almashtiramdi degan gap. Endi shaxtga qovmi umuman ma'lum deydi. Chunki onun ma'lum bo'lgan taqdirdimi nimda bu sal gululab qo'rilgandan keyin ashundan tang chiqamdi yoki undan kam bo'lib ketamdi bu noma'lum. Chunki qurgan chaqda gul bo'lgan chaqda kemiyib ketadi bu. وذلك أما في الربويات فلموضع التفاضل. عند الربويات degan ashqurda almashtirish cheklangan narsalar bu biri-biridan ortiq bo'lganlikdan cheklanadi shu muzabana. Wa amma fi ghayri ribawiyat فلعدم تحقق القدر. Riboviy emas narsalarda miqdori aniq manchilik deb vujudga chiqmaganlikdan, ma'lum bo'lmaganlikdan joiz emas deydi. Yani bunun da adam golunu kesip kalıdı. Bu gayri ribaviyette maksat nima kiyim-kechak bundan nasıldı? Şu an. Çünkü ribaviyettenin aşlıya, pul narsasını, altın narsasını ve onun kıyas kılınan narsasını ribaviyet dedik. Ribaviyet emas narsası şu kiyim-kechak, tümülü tersak bundan nasıl bulunur? Dağınken miktarı aniq olmagan ikki narsani almashtirish shaklida demek. Vallahu a'lamu bis-savab. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka va atubu ilayk.